Assalomu alaykum aziz muxlis, Gulli TV kanalimizga xush kelibsiz. Xayrli kun. Iltimos, nega meni rasmimni ana qizil papugay bilan birga quchoqlashib turgandek qilib turib, ana sun'iy intellektda qilib qo'yib olsizlar, bir sal obro'li, normalniy odamni rasmini yonimga qo'yib qo'yinglar. Uni bir oyog'i go'rda, qizil papugay, o'zi vechni qizil rang kiyib yuradi. Ana qarigan chog'ida ham krasного дурака видно издалека degandek qip-qizil kiyib olib, o'zicha o'zini yosh ko'rsatmoqchi bo'lib yuraveradi-yu, qilib gapiradigan. U dushmanimni iltimos quchoqlab turgandek qilib qo'ymanglar. Xudo xayr. To'g'risi boshda mana bunaqa ishonmagan edim, ya'ni nimaga uyda o'tirgan holda bemalol ko'p daromad, ya'ni pul topish osonligini oddiy Telegram kanalga o'tib ham Telegram orqali ko'p daromad qilishga men ham boshda ishonmagan edim, lekin bu kanalni ko'rganimdan keyin, o'zimni ko'zim bilan ko'rganimdan keyin, aktivlarni ko'rganimdan keyin ham ishondim. Bu narsani o'rganish uchun sizlarda hech qanaqa tajriba kerak emas. Sizlarga o'zingizlarga noldan o'rgatishadi, keyin foydaga chiqquningizgacha o'zingizlarni har bitta insonni o'zini kurator bo'ladi. Foydaga chiqquningizcha sizlarga hammasini noldan o'rgatishadi. Agar kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, shu narsa men sizlarga pastda ham yo'lda silkasini qoldiraman. Bemalol o'tib sizlar ham noldan o'rganib daromadgacha chiqishingiz mumkin uyda o'tirgan holatda. Xayriylarni bersa, o'lgidek yomon ko'raman uni. Chunki u soxta, yolg'onchi, yana bitta gap. O'zini, oilasini, yaqinlarini hurmat qilmagan inson, chekkadagilarni hurmat qilmagan inson yonimda turmasin, chunki men oilamni qadrlayman, atrofdagilarni qadrlayman, yaqinlarni qadrlayman. U bo'lsa, o'g'lini ham chiqishtirmaydi-ku. Kelinim naqa deb o'zicha maqtanib yolg'on gap gapirib o'tiradi. Rosa maskada. Maska degani biz hammamiz bilamiz. Sizlar begonalar, tanimaganlar, odamlar bilishmaydi-da. Qanchalik maskadaligini. O'g'lini chiqishtirmagan, kelini chiqishtirmagan, shuning uchun alohida yashashadi. Bo'lmasam ona bola allaqachon vaynlar olib birgalikda ijod qilmaydimi? Nima deysizlar? Shunaqa gaplar. Xullas, Xudo xayrilarni bersin. Qo'ymaylik, qo'ynim aynyapti uni ko'rsam o'zi. Yana meni belgilab anaqa qilib qo'yasizlar. Direktimga yuborasizlar. Men orqali trendga chiqib qoldi, u ham bir chiqmoqchiman, bir pul to'lasin menga, litsevoy shotimni yubormoqchiman. Uni mashg'ul qizil papagay deysizmi? Voy o'lay qotib qolgan. Hamma yarashish tarafdori bizdan. Ay ukay. Bo'pti, mayli asali. Vujud tashlaymi, shug'oqlayapsizmi? Voy jonim o'zimni mayli. O'lsa yarashtirmaylik asali. Nima ketdi sizdan? Kechirimli bo'lish kerak. Xudo kechirganlarni kechiradi, jon. Men sizni yaxshi ko'raman-ku, sevaman-ku, dugona.